Men bu ismni talaffuz qila olmayman. Kim u? Xayrli tong. Ismingizni qanday talaffuz qilasiz? Muhammad Obidbek. Lekin siz meni Obid deb atashingiz mumkin. Bu men uchun yangilik emas. Men ham bu ismni to'g'ri talaffuz qilishga harakat qildim va yaxshi chiqmadi, hurmatli sudya. Siz qayerdansiz? O'zbekiston Bu ism sharifning tarixi bormi? bu arabcha ism. Bu Har doim namoz o'qiydigan kishi va Xudoga ishonagan kishi, dindor odam. dindor odammi? Men buni tushunaman. Yo'l harakatiga to'sqinlik qilishda ayblanmoqdasiz. Ushbu kvartiraga ko'chib kelishdan oldin rahbariyat menga mashinamni o'sha yerga joylashtirishim mumkinligini, muammo yo'qligini aytgan edi. O'sha joyda to'xtashga odatlangan boshqa mashinalarni ham ko'rdim. Men chipta olgan yagona mashina bo'ldim. Bu shunchaki sodir bo'lganga o'xshaydi. Rahbarga ergashib, hurmatli sudya, boshqa mashinalarni ko'rdim va yaxshi deb o'yladim deganday. Har bir kun sizga $35 dan tushadi. Rahmat. Siz ingliz tilida juda yaxshi gapiryapsiz. Ingliz tilini qanday o'rgandingiz? O'rta maktabda. Bu yerdami? Yo'q, bir necha tilda gaplashaman. Ba'zida ko'p tilda gaplashadigan odamlarga juda hasad qilaman. Men sizga ushbu holatlardan faqat bittasi uchungina jarima tayinlayman. Amerikancha sovg'aga xush kelibsiz.